Assalomu alaykum. Asiya fasad klinik ishqibozlari. Mana fasadni plitka toshlarimiz xudo xolasa mana chiqib ketyapti. Isuzuda 100 kvadratdan oshiq Namangan viloyati Chust shahriga chiqib ketyapti. 3D ko'rinishdagi toshlarimiz mana 3D ko'rinishdagilar. Mramorlisi. Mana so'killari. Bu laks yepilmagan holati. Devorga terilgandan keyin unga laks yepiladi, vesiyetni lak, travitin laks yepiladi. Juda chiroyli holatga o'tadi. Bu plitkalarimizni har xil turda qilib beramiz, ranglarini har xil turda. Keyin plitkalarimizda lazer ko'rinishi bor, boshqa ko'rinishdagi toshlarimiz ham bor. Har xil turlari bor. Zakazlar qabul qilamiz. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dostavka qilib jo'natib beramiz. Keyin bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga mana qoliplarni ham ishlab chiqaramiz o'zimiz. Mana qoliplari, 3D qolipimiz bu. Mana bu so'killari bor. 7 xil 8 xil qolipimiz bor. Kim bu biznesga qiziqqan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib bu yerda yotib o'rganib ketishlari mumkin. Hozir Tojikistonga mana zakazlari chiqaryapmiz qoliplarni. Bu yerda o'rganishib ketdi bolalar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.